Aşık bulup Rabbingning jamaliga jannatga yordam bergin Allah deb şu an kelding harakatga hicrat qilding tog' eshik o'q etishni o'rganib tark qilg'uchi haqida kelgan qattiq ogohlantirish. o'q etishni o'rganib ondan tark qilg'uchi haqida qattiq ogohlantirishlar kelgan. Fuqaym Lahmi ismli biri Uqba ibn Amir radhiyallohu anhuga yashnib qolgan turibmi bu ikki nishon orasida o'q etib yurish sana ig'ir kelmamdi degaydi. Uqba ibn Amir radhiyallohu anhu agar men Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning bir so'zni anglamagan bo'lsam bunchola qilmagan bo'lardim dedi. Aris ravi mundaq deydi. Men Ibn Shimasadan u qaysi so'zgan deb so'rasam Ibn Shimasa Rasululloh sallallohu alayhi va sallam kimki o'qitishni o'rganib bo'lib, ondan uni tark etsa bizdan emas, yoki bizga asi bo'lgan bo'ldi degan ekan dedi. Olimlar o'qitishni o'rganib bo'lib, ondan uni tark etish bo'lsa, cho'ng gunohlar qatoridan deb qaradi. Chunki payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning bizdan emas yoki menga asi bo'lgan bo'ldi deganligi bo'lsa, bundaq amallarning cho'ng gunoh qatoridan ekanligini bildirdi. İmam Navavi yuqorqi hadisning sharhisida o'qitishni tark etish makruh tahrimidir degan. Ya'ni haromga ehtimolligi kuchli bo'lgan, yoqtirilmaydigan ish degan. Yig'ib aytganda, bak yashnib qolmag'ali bo'lsa, o'qitishni tark etish yoki unutib qilish davomlashaversa, cho'ng gunohni qilgan bo'ldi. Shuning uchun buningdan ogoh bo'lish, tavba qilishga aldirash hamda bu gunohdan darhol qutulish kerak. 21-bob Mujohidlarning qilish nayisining va tayyorlik qilishning fazilati. Alloh taolo mundaq deydi. Qur'onlarni ehtiyot yuzsidan yinida tutsin. Alloh taolo yana mundaq deydi. Düşmanlar bilan urush qilish uchun qo'linglardan kelishcha kuch tayyorlanglar. Ibn Abbas radhiyallohu anhu mundaq deydi. Quvvat bo'lsa, qurol yaroq va o'qyadir. Alloh taolo nayza haqida mundaq deydi. Ya ayyuhallazina amanu la yabluwannakumullahu bi shay'in min as-sayd tanaluhu aydikum wa rimahukum. Ey müminler, qo'linglar va nayzanglar bilan o'lindigan bir oz o bilan Alloh sizlarni chuqum sinaydi. Qurol yaroqni ishlatishni o'rganish va o'g'itish farz kifoya bo'lib, agar buningga musulmonlar qattiq muhtoj bo'lsa va buni qila oladiganlar yetarli bo'lmasa, buning hukmi farz aynga aylandi. Qilish va nayzning fazilati haqida kelgan ba'zi dalillar. Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhu dan rivoyat qilindiki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mundaq degan. Men yagona Allohga ibodat qilinishi uchun qiyomatdan ilgari qilish bilan avatildim. Mening rizqim nayzamning soyasi ostida qilindi. Xorliq va bechorlik mening buyrug'imga xiloflik qilgan kishiga bo'ldi. Kimki qaysi bir qavmga o'xshab olsa, u shularning qatoridan hisoblandi. Imom Ibn Qayyum o'zining kitobida mundaq deydi. Imom Ahmadning qarshida jihad qilishga muhtoj o'rinlarda nayziga o'xshash jang qurollari bilan mashg'ul bo'lish bo'lsa, nafl namozdan afzaldir. Jihadga kerakli har qanday kona va hozirgi zamon jang qurollarining hukmi ham nayziga qiyos qilindi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bizga jannatning qilishlar soyasi ostida ekanligidan xabar bergan. Abu Musa Ash'ari radhiyallohu anhuning o'g'li Abu Bakr mundaq deydi. Men atamning dushman bilan uchrashishdan burun mundaq deganligini anglagan. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam shubhisizki jannatning eshiklari qilishlarning soyasi ostidadir degan. Ondan kiyimlari ko'rimsiz bir odam o'rnidan turib, "Ey Abu Musa, sen Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning mushundaq deganligini rost anglaganmiding?" deb so'radi. Otam Abu Musa "Ha" deb javob berdi. U kishi hamrohlarining qishiga qaytib berib, ularga salom qildi va qilichining g'ilipini sundirib tashlab Ondan qilichini ilib dushmanga qarab yurib ketdi va o'ldirilganga qadar urush qildi.
Abdullah ibn Abu Avfa radiyallohu anhu mundaq deydi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam dushmanlar bilan urush qilgan kunlarning birida dushmanni toki kun qayrilg'uchi kutdi. Ondan o'rnidan turib, "Ey insonlar, dushmanlar bilan uchrashishni orzu qilmanglar. Allohdan xotirjamlikni so'ranglar. Agar dushman bilan uchrashsanglar, chidamliq bo'linglar. Bilinglarki, jannat qilichlarning soyasi ostida", dedi. Yazid ibn Shajara radiyallohu anhu mundaq deydi. Qilichlar jannatning ochiqishlari ekanligi haqida menga xabar berildi. Chunki qilish jannatning eshiklarining ichilishining sababidir. Dushmanni qilish bilan chipish bo'lsa, jannatga kirish, oliy martabaga erishish va izzatga yetishning sababidir. Mujohid u orqali Allohning roziligiga erishdi va do'zaxdan saqlandi. Sahobalarning qilishlari jihad uchun tayyorlangan bo'lg'achqa, ular qilishlarini oltin bilan zinnatlamagan edi. Abu Umama radiyallohu anhu mundaq deydi. Nurg'un fathlarni qo'lga keltirgan kishilarning qilishlari na oltin, na kumush bilan bezalgan emas edi. Balki dasti va g'ilipi, tasma, qo'g'ishun va temir bilan qoplangan edi. Umar ibn Xattob radiyallohu anhu mundaq deydi. Dushman ziminda tirnoqinglarni qo'yib yetinglar. Umi bir quroldir. Ahmad ibn Hanbal mundaq deydi. Mujohid dushman ziminda tirnoqlarga muhtoj bo'ldi. Agar uning tirnoqlari bo'lmasa, arg'amcha yoki biror narsani yeshish tas bo'ldi. Alloh yo'lida tunji sug'urilgan qilich Zubayr ibn Avvam radiyallohu anhu ning qilichi bo'lib, bu voqea islomning dastlabki mazgilida yuz bergan edi. Zubayr ibn Avvam radiyallohu anhu ning 12 yoshga kirgan vaqtlari edi. Bir kuni Makkada Rasululloh sallallohu alayhi va sallam tutib olindi degan so'zlar qoldi. Zubayr radiyallohu anhu shu an qilichini sug'urib, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni izlab mangdi va uning salomat ekanligini uchratdi. Shuning bilan Rasululloh sallallohu alayhi va sallam uningga va qilichiga duo qildi. Zubayr ibn Avvam radiyallohu anhu shijoatlik va kuchlik sahoba bo'lib, qilichvozlikda mahir edi. Uning dushmanga qilich bilan bergan zarbalari islom tarixida mashhur edi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning bir necha qilichlari bor bo'lib, ularning biri Masur. Bu qilich Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga dadasidan miros qilgan bo'lib, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam uni Madinaga olib kelgan. Yana biri Azib. Bu qilichni Badr jangi kuni Said ibn Ubada radiyallohu anhu Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga sovg'a qilgan. Qilichlarning yana biri Zulfiqar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bu qilichini Badr jangi kuni g'animat olgan bo'lib, hamma janglarda degudak elib chiqatdi. Yana bir qilichi bo'lsa Simsam. Bu qilichni Amir ibn Ma'di Karib Subaydi radiyallohu anhu Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga sovg'a qilgan. Undan boshqa Qal'i, Battar, Hatif, Rasub, Mihsam va Qazib qatorliq qilichlari ham bor edi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning 5 tal nayisi bor bo'lib, ular Bad'a, Bayza, Inza qatorliqlardir. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Inzaga tayinat mang'atdi. Yet kunlari qo'lda tutib turardi. Namozga turganda oldiga sutra qilib qo'yatdi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning 7 tal savuti va Mushish nomli temir dobulg'isi bor edi. Uningdan boshqa Sabugh nomli yana bir dobulg'isi bor bo'lib, bu dobulg'a Makka fathi kuni Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning muborak beshida bor edi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning Zaluq nomli qalqini bor bo'lib, bu qalqinga urilgan qurollar o'tmay tilib ketadi. Uningdan boshqa yana 2 qalqini ham bor edi.